Agar BMW, Mercedes masalan aqlli mashinalar bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa ishning narsalardan foydalanish kerak. Shunday bo'laman. Ishqilib nerda trubka ko'p, aqlli mashina bo'lsa, shunday narsalardan foydalanish kerak, современный mashina bo'lsa. Vakuum zapravka ketganda shundan kerak. Так, давление игнадыкина. 17 psi игнадык, как положено. У нас endi aqib turgan narsa. Bizda aqib turgan narsa gaz uстановка bo'lgan. Shundan keyin shlankni tayindan gap turibdi. Yani qo'l bilan sarnatib bersak, tarqatib bersak уже aqib boshlaydi. Asıp ko'ramiz. Nada problema bo'lib turganini netib, stranit etib aqlab beramiz. Давлениeni düşürdük, asıp başlayamiz. İşinin uстановка bo'ldiğine bochoq ulanadi. Bu yan tarafdan vozdux keladi, 8 bar. Bu yan tarafdan esa antifriz ketadi. Antifriz bochoq ulanadi. Başlayamiz. Vakuum sozdata etib, trubkalarni yana hozir свободный turibdi, hammasi po trubkalar boshladik. Bu просто сброс bu. Boshlandi. Açamiz kranikni. Уже vakuum ignab boshladi. Po trubkalarni ko'rishingiz mumkin, yana hammasi vakuum ignashi shunday bo'ladi. Hamma po trubkalar vakuum ignadi. Примерно -5 yeterli bo'ladi bizlere. Ilamiz. Ishnatib qo'yib tekshirsam bo'ladi. Neda u tekishga bor yo'q. Duribdi yana vakuum. Inashlangan bo'lgani, bu yon taraf, pechka taraf. Основной. Yana amazonatda ekanmiz vakuum. %0.6 yeterli. Tak, başlayamiz asa zapravkasini. Antifrizni qilib turibdi. Antifrizni bozul soru vermezlik için bu kraniğini açamız. Ana gitti antifriz. Şuna bir zapravka bo'ladi. Vozdux shart emas. Bizlere ıslan ketaveradi. 0,000 -0,2 kilopascal, наверное. Kilopascal gösteriyor. Şimdi zapravka bo'ladi hali. Neler? Özüne gemelerle patıp gelenmez. Trubkalar o'zini kelmadi hali. Antifriz ketib turibdi. Zapravka bo'lishini davom ettiramiz. Antifriz почти qolmayotir. Yana vakuum etib berdim. Antifriz yeterli. Davleniya beramiz, yana oxirgi marta tekshiramiz. Shu bilan mashinamiz tayyor. Bu o'rni yana bir afzalligi, agar sizda miningni kirishga bo'ladimi? Miningni kirishga bo'ladimi? Davleniya berib tekshirib beraman. Davleniya tutami, tutmaymi? Shuna bilan olinadi. Sinab qo'yiladi. Agar og'inning tipda kirishga bo'ladigan bo'lsa,
Agar sizda imunniy tipdagi kirishga bo'ladigan bo'lsa, 1-2 barliq imunniy переходникlar bo'ladi. Uning nabori mana bu. Bu переходник sistemada любой shlankada qiladigan, bu yandan shlankada qilib, bu yana расширительный пачокingizga, bu yan tarafı sistemada qilib, расширительный пачокingga bu qistirilib, shunday usul bilan yana davleniya berib tekshiriladi. Shuning uchun afzalliklari ko'p. Ana endi как раз tekshiramiz. Ruh var. Yığılandan keyin tekshirishni boshlaymiz. Aha, 1,5 bar даже. Yığılaldı. 18 psi bo'ldi. Endi tekshiramiz. Уже get utechkasi bo'lsa, yana bu manometrdan ham ko'z pashashi kerak edi, уже tushib pashashi kerak edi davleniya. Davleniya tushmadi. Antifrizon akmin turibdi bizada. Problema ish xomutda. Самозажим xomut. Mana bu xomut слабияdi. O'zimda bor xomutdan qo'yib berdim. Arg'inning rez baliq edi. Vaqt o'tib, lekin buni tortib turish kerak. Bu ina bo'ladi, o'zi qisa vermaydi. Rezbasini tortib turish kerak bo'ladi, aqissa. Azina hech qanday damchi yo'q. Hammasi chotki. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar. Motor taraflama problemalaringiz bo'lsa kelaverasizlar.